Mana bu odamning gapini bir eshitib ko'ringizlar-da. Qaysi blogerni prosmotri zo'r yegan bo'lsa, o'sha bloger $1000 bilan taqdirlanadi. Surxondaryodagi blogerlar uchun $1000 pul konkursi qo'yilgan ekan, bilasizlar, blogerlar pul yutdimi, qissasiga uradi. Lekin menga pul kerak emas. Agarda birinchi o'rin oladigan bo'lsam, 20 ta podpisчигimga $50 dan pul tarqataman. Bizlarni kuzatishga davom etib, kommentariyalarimizni eng ko'p do'stingizni atmetga qilib keting. Undan tashqari do'stlarga jo'natamiz, videoga like bosamiz, SAG 701 hamda Ansor pardalar saloniga podpiska qo'yib qo'yamiz. Chunki deganda yaqin fursatlarda 2-may kuni SAG 701 o'rinlarni aniqlaydi. Agarda birinchi o'rinda olib qoladigan bo'lsak, $1000 dan tashqari o'zimning podpischalarim uchun yana sovg'a ham qo'yaman. Bizni podpiska qilish davom eting. Men bilasizlar, umuman uyaltirmaganman. Shu paytgacha qancha konkurs qilgan bo'lsam, har bittasini o'zlariga topshirganman. Nima qilamiz? Surxondaryo gaz avjida bo'lamiz.